Hamma salom bola. Bugun biz Brawl Stars o'ynaymiz. Yana sizlar bilan o'sha Brawl Stars o'ynaydigan Enderplay. Intro bo'ladimi deyman. Qaranglar, video boshlanishiga legendariylar mingta tanga tushdi. Qanaqa musurlik bu? Shunaqalarni musur deydi. Bugun bizlarga yangi bayat Serious o'yini chiqdi. 20 ta so'mlik ochsak bizga uni berishadi. Menda bilet bo'lsa 16 ta qolgan. Mana o'sha Serious hoslarga ko'rsataman. Mana shu Serious. Kelinglar uni sinab ko'ramiz. U qanaqa o'yinchi ekan Serious. Bir to'yinlikka ko'raylik. Nimaga hozir ultamni ishlataman? Buni otishini qaranglar. Bu Serious juda zo'r ekanmi? Men bitta soya chaqlar. Men bu ultam bitta bo'lib endi ikkita. Ajoyib, ikkita, 3 ta, 4 ta bo'larmikan? 4 ta, 3 ta maksimum 3 ta bo'ladi. Yo, 3 ta men. Qani bu yoqqa? Mazza. Men endi 4 taman. Wow, endi nechta? Wow. Zo'r. Robot o'lib ketdi. Zo'r bayt ekan endi. Yaxshi. Serious ancha yaxshi. Lekin men yoqtirgan odamim har doimgidek mana u. Qanaqa rekord. Hali bor. Va bugun esa Brawl Stars yangilangani uchun обновление bo'libdi. Mana prestige'lar bor ekan. Prestige. Agar menga durust tashlamoqchi bo'lsanglar, mana shuni qora kod rasm yoptirib skaner qilib ko'ringlar. Aytgancha men mana bu baytni ochgandim. Bitta kuchaytirib qo'yaylik. Endi yana bitta o'ynasak so'mlik berishadi bizga. Unday bo'lsa ketdik. Nagrada zapoyinku yaxshi. Men bu o'yinni yoqtiraman. Meni dag ochildi mana bitta xotdog yaxshi. Mana shu dag meni kim El Primo tanladi? Mayli. Kechirasizlar bolalar, boshqa joyga chalg'ib qopti. Hop. Böyle. Bizde tör açtı. Uy karı. Güzel lan karı. Yaxşı. Yaxşı qayta ta'tirlamiz. Yaxshi o'ynayapman. Bizda ajdarli anaqa El Primo bor ekan. Yutdik. Zo'r. Lider bu 3 changni. Mana klubga qo'yaylik. Meni klubim bor. Agar meni klubimga qo'shilmoqchi bo'lsalar, shunchaki menga haliginda nima deysiz? Menga durda tashab qo'yinglar va meni klubimga qo'shilsinlar, bemalol mumkin. Aytgancha men mana bu megza ochayotganman. Va kommentariya yozinglar. Keyingi safar qaysi epichskiy baytini ochay? Mana u bir Frank nima yoki Griff, Piper yoki Grom. Qaysi birisini ochay kommentariyaga yozinglar. Va beta legendariyalardan qaysi biri? Leon, Spike, Chester yoki Volt. Kommentariyaga albatta yozinglar. Men bu kommentariyalaringizni o'qishni juda ham yoqtiraman. Axir meni bilasizlar-ku. Men kommentariya xo'rman. Meni ikkinchi sinf kommentariya. Kelinglar boshqa o'ynaylik. Nima? Men adını ishtirokini meni topdim. Va har doimgidek o'zimiz yoqtirgan odamni o'ynaymiz. Ketdik. Kim? Yo'q.
Yaxshi, Sirius. Hop, kim yutadi deb o'ylaysizlar? Men birinchi o'rinni olaman deb o'ylaysizlarmi? Wow. Barli ancha kuchli ekan. Voy dod. O, Pius qarajon. Ajoyib. Gerçekten lütfen. Men oyoqlashiraman. Gördünüz bir kasta 3 adam. 2 adam kaldı final. Yaxşı. Kim? Shit yo'q ekan. Birinchi o'rinda oldimmi? Mana shu haqiqiy master deyiladi bolalar. Klubga jo'natib qo'yaylik, o'rtoqlarimga maqtanaman. Nima? 111 raund yutsam bitta. Qanaqa jinnilik? Evet, olmadim ki. Lekin bu ham yaxshi ketdi. Yaxshi deb yetmadi. 200 ta blink. Blinkda boshim buramanmi? Meni deysiz. To'g'risi qaysi odamda o'ynashim yo'q. Yo'q. To'g'risi qaysi odamda o'ynashdan bilaman-da. Belki de oynasam. Kaç kızı başına otur var saylamazsan.